Onun kökünü qilay desamda, Chamg'o'laqni aytmamda. chamg'o'laqman. He. Buru apam aytib turdi, chamg'o'ning ko'kida va kishi o'xshaydi deyman. Shunda chiroyli ko'k chiqdi qarang mana. Men chamg'o'laqni aytib. Şunun bilan saylarimizning shunda o'xshab ketganda ma 3 tip shoxini qurt yedimi yo qanday bo'ldi qurib qaptmaysizlar shunda payz shoxli ketibdi. Amal yo'q ko'zimiz qiymagat julvat tuxmini ammo mush mev tushib bo'lgan chaqda qurib qoldi shunda ko'nglim bo'ldi kadimni. Andikin nechkim bo'lgan yomg'ir yog'ib ma o'ylarni supurib qo'yiblan faqat to'p olmagan to'p. Sizlar tarafda bo'ron chiqmamdi, to'p yog'mamdi deb so'rabdi ekanlar. Bu tarafda bo'ron chiqmaydi lekin mush yomg'ir yoqqandan bir xil dog'dak to'p o'lgandek bo'lib qolib ketdi. Shunga bugun alohida ishchilarimizni tutib mana yalar yana to'balab supurlab juyib chiroqlardan tortib hammani. Andan oxirgi kelgan chaqda yo'lishimga tashlab turib siz ishni qilavering men qo'saq tamoq qilay deb bugun xiyolimda ochiqchi qarbug'day unda bir lag'man qilayda. Oldin qatim bir lag'man qilsam bek so'rab ekansizlar mush ayrimxonada qanday jug'urimiz xamirini deb bugun vekshi tepsiga chiqarib etdim. Shu qarbug'day undan xamirini jug'aganda chuqum azroq aqun qo'shimiz uchun men aqundan azroq oldim. Andan Elnurninki organik qarbug'day undan aquni qarag'ancha qaraq ilib oldim. Asli bir ochiq chuchuk sayqo'ray deb o'ylagan lekin ma saylikimga kirib chamg'o'ning ko'kini ko'rib lamzada chamg'o'lag'ma aytkim kelib ketdi demaysizlar. Shunga planni o'zgartirib lam sayni chamg'o'da qo'ray deb meni ba chamg'o'ni axlab ko'kini ilib chiqib pek qo'rotmoqda. Mana saylarni axlab qilib qo'ygan lekin endi jiz qilishni boshlab ketdim. Endi bu xamirni jiz qilgan chaqda aqunninki qarag'anda inchkara qilamiz. Aqunda xamir jug'agan chaqda tom qilib qo'ysak mı xalqan inchkiltib tatqil bo'ldi lekin ma qarbug'dayniki faqat o'xshamaydi. Shunga shunda jiz qilganda bir xil inch qilib olsak ili xamirini tatgan chaqda uzilib ketmaydi. Yaxshi tatalaysizlar inch chiqadi degandek. Cizamni qilib saylarni to'g'rab taqib bo'lgandan keyin endi say qurishni boshlab ketdim. Eng avval piyoz ko'ydirib olay deb qaranglar. Shundaq amroqmish ko'ydirgan piyozga. Shunda piyozni sag'atib olib, juz suqashning ustiga yakimishlar lag'malarning ustiga sep yeydigan bo'lsa, vekshi payzolda. Ondan keyin men o'tganda 5 kilodek chamg'o soldirib kelmadim eysizlar. Dadam madigan chaq naran qilib berdim. Bugun endi chamg'o'laqni minatdim. Endi ish qoldi, nimasam bo'ladi bir daqiqa qilinglar. Shu chamg'o bilan asl vekshi o'xshaydigan tomoqlarni bir tuyjan qilinglar. Mang'ich chamg'oni yevatmasak buzilib qoldik. Sayla qilamsan Mana qarbug'day unda xamirini jug'urib chamg'uda qo'rgan saylarimni tayyorib ketdi. Ish qilib ma chamg'urlaqman vekshi o'xshadi-da. Qilgan ishlaringiz momamdek deb paktaytinglar. Bugun men momamdek etib oldim tamoqni ustiga sag'atib olgan piyozlarni silib da. Qanday kemush tamoq atgan yeringizdan tamoq yeydigan yeringlarning orlig'i bekshiraq ekan. Siz tamoq olib o'qich biz yerib ketdik deb qo'yib ekansizlar. Amaliyot mush tamoq atgan yerimdan chiroyli dasturxon sep qo'ygan mush jo'zamga akayich bo'lgan orliqdagi huzur men boshqacha jumu.